100 kvadratli xonadonimizga isitish tizimiga 31 million so'm atrofida pul ketdi. Assalomu alaykum, Katiol.uz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. 100 kvadratli xonadonga qishda xonalar issiq bo'lishi uchun isitish tizimini o'rnatib berdik. Bu hududlarda dekabr, yanvar oylarida gaz juda ham past bo'lar ekan, buning yechimini ko'mirli kotelga moslashtirib berdik. Bu hududlarda tok ham vaqti bilan o'chib turar ekan, shu tok yechimini samoxod sistemaga moslab berdik. Bu 100 kvadratli xonadonga bizda ko'mirli kotelimizni eng kichkinasi 15 kilovatligi uchun 5 kilovat zapas bilan 15 kilovatlik o'zimiz ishlab chiqargan Zebur pastdan yonuvchi, ya'ni Nijniy Gareniya ko'mirli kotelimizni ustanovka qildik. Bu 100 kvadratli xonadonimizga 8 ta har xil razmerdagi mana shunaqa panelli radiatorlarni o'rnatib berdik. O'sha aytib o'tganimizdek, sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Tomda bitta koteldan 40 lik podachik kelgan. Shu 40 lik podachda 20 lik turbalarda polni radiatorlarga suvni quyib beryapti va 32 likda tortib kotelxonaga poltaydan ketyapti. Mana hozir sinash nimasidamiz, juda ham a'lo darajada sistemalarimiz isib berdi mana. Xo'p, video davomida narxlarini bitta aytib o'tib ketaman. Har bir mana shu radiatorlarda 500 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Misol uchun, bu xonadonimizga 8 ta radiator o'rnatilgan bo'lsa, 8 ta mana shu radiatorga 500 ming so'mdan 4 million so'm xizmat haqqi olindi. Bu videoda 2026-yil 2-aprel sanasiga olyapmiz. Pastdan yonuvchi Nijniy Gareniya ko'mirli kotelimiz atrofi uteplenniy kotelimiz narxi 9 million 300 ming so'm bo'ldi. Samotok sistemalarga hamda ochiq sistemalarga mo'ljallangan stali uchli bo'ldi. Bu xonadonimizga 4 ta dimoxod o'rnatdik. O'sha ichi tashi sendvichli nerjavekali dimoxod 1 million 640 ming so'm bo'ldi. Har bir donasi 1 metr 20 santimetrdan bo'ladi o'lchami. Har bir donasi 410 ming so'mdan. O tepada turgan shapka zontik deyiladi. O'sha zontigimiz narxi 150 ming so'm bo'ldi. Kotelda 600 ming so'mga ustanovka qildik. O'sha samotok sistemaga moslab, radiatordan 8 tasini 4 million, kotelda o'zini 4 million 600 ming so'm xizmat haqqi olingan. Sistemamiz samotok sistemaga qaramasdan bitta 32 ga 6 kichikroq sirkulyatsiyaning nasos o'rnatib berdik. Ham nasosda bemalol aylantirib beradi. Qolgan payt tok o'chgan paytda samoxod aylanib turish uchun kranni qilib polni primo olib o'tib ketganmiz. Agar nasos ishlaganda bu bek bo'ladi. Samotok sistema bo'lganda mana shuni ochib qo'yishni tavsiya beramiz. Hozir kotelni sinab berdik. Juda ham a'lo darajada ishni topshirdik. Hamma radiatorlarni ko'zdan ko'chirdik. Hech qanaqa ishdan nuqson yo'q. Xudo xolasa, hozir ispitaniya qilib, chiroyli qilib obyektni topshirib berdik. Kotelimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Pastdan yonuvchi Nijniy Gareniya kotelimiz zo'r, juda ham qulay kotellardan biri hisoblanadi. Atrofi uteplenniy, o'zini termostati bor. Xohlagan gradusga qo'yasiz. O'sha gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Bu komplektda bo'ladi. O'zini ventilyatorlari bo'ladi. Xo'p, kotelimiz bo'yi 1 metr, eniga 50 sm, bu tomoniga 65 sm bo'lib, og'irligi naq 220 kilogramm. Kotelda o'ziga, xudo xolasa, 55-60 litr suv oladi. Xo'p, 150 kvadrat maydonda bemalol isitib berish quvvatiga ega. 100 kvadratli xonadonga 5 kilovat zapas bilan zo'r isitib, kattasini o'rnatganmiz. Xo'p, kotelimiz bunkeriga 40-45 kg atrofida ko'mir zapravka qilinadi. Juda ham qulay deganimiz ma'nosi. Yarim bo'lib qolsa ham yoki mashitdan bo'lsa ham, любой payt xonadonda erkak kishi bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, mana shu oldidan ko'mir soladigan eshigini ochib turib, ko'mirda zapravka qilib qo'yilaveradi. Juda ham ishlatishga qulay kotelimiz. Pastdan yonuvchi kotel, mana shu orqasida 3 ta shaxtasi bor, ya'ni 3 metr shaxtasi bor. Mana shu yerdan o't tepaga ketadi. Ko'mirda issiqligi tepaga ketadi, pastga tushadi, tepaga chiqib 3 metr kotelni o'zida issiqlik olib qolib, dimoxodga chiqib ketadi. Xo'p, kotelimiz stali 3 mm lik stal, aytib o'tib ketdim. O'sha 31 million so'm atrofida pul ketdi dedik. 9 million 300 ming so'm kotel, 1 million 640 ming dimoxod, 150 ming zonti, xizmat haqqiga 4 million 600 ming olingan. 31 milliondan shularni ajratib minus qilib olasizlar. Qolgan pul radiator, turba tizimiga nimaga kelsa hamma narsaga ketgan. Qaysi detal qancha, qaysi radiator qancha, hammasini yozib, xudo xolasa xonadon egalariga ko'rsatganmiz. rozi bo'lishi ham, xudo xolasa bugun shu ishlarimizni amalga oshirib beryapmiz.
Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Kimga qanaqa savoli, qanaqa fikr bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Bu isitish tizimini o'rnatgan ustalarimiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Xudo xolasa bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, zakaz qilsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa hozir mart oyida turibmiz. Bu ishlarda o'zi qish oyiga kerak isitish tizimi. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral qish chillasiga xudo xolasa xonalarning issiqligini isitib berishiga garantiya berib, shu ishlarni amalga oshirib berishadi. Kim shunaqa katyollar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz ishlab chiqarishimiz Farg'ona viloyatida. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida pastdagi raqamlarga Telegramdan lokatsiyasini yozsalar, katyol showroomimiz bor. Kelib bemalol katyol tanlov qilishlaring mumkin. O'zimiz ishlab chiqargan shunaqa 4 xil, 5 xil ko'mirli katyollar bor. Rossiyskiy, turetskiy har xil 20 xildan ortiq showroomimizda katyollar bor. Xudo xolasa gazlashtirilmagan hududlar uchun ko'mirli katyollar bilan shug'ullanamiz. Ko'mirli katyol kerak insonlarga shu videoni jo'natib qo'yamiz.